Shveysariyaning Jeneva shahrida inson huquqlari bo'yicha Milliy institutlar global alyansining yillik yig'ini doirasida mamlakatimiz tashabbusi bilan raqamli muhitda inson huquqlarini himoya qilishga bag'ishlangan side event o'tkazildi. Turli davlatlar ombudsmanlari, xalqaro tashkilotlar va ekspertlar ishtirok etgan tadbir tafsiloti navbatdagi lavhamizda. Raqamli muhitda inson huquqlarini himoya qilish bugun xalqaro hamjamiyat diqqat markazidagi eng dolzarb masalalardan biri. Jenevada O'zbekiston tashabbusi bilan o'tkazilgan Side Eventda 20 dan ortiq davlatlar ombudsmanlari hamda xalqaro tashkilotlar vakillari qamrab olindi. Bugungi kunda shaxsiy hayot daxlsizligi, fikr bildirish erkinligi hamda shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish kabi masalalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari tizimi faoliyatida markaziy o'rin egallamoqda. Ayni paytda kibertahdidlar, keng ko'lamli ma'lumotlar to'planishi, dezinformatsiya tarqalishi, raqamli tengsizlik, shuningdek sun'iy intellekt qo'llanilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan algoritmik kamsitish kabi jiddiy xavf-xatarlarga duch kelmoqdamiz. Muhokamalarda raqamli dunyo insonlarga keng imkoniyatlar va yangi qulayliklar yaratayotgani bilan birga shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, onlayn zo'ravonlik va kamsitish, dezinformatsiya, sun'iy intellektning inson huquqlariga ta'siri kabi qator jiddiy masalalarni ham yuzaga keltirayotgani ta'kidlandi. Yana bir muhim masala shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilishdir. Sun'iy intellekt shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilishga asoslanadi. Bu esa shaxsiy hayot daxlsizligiga aralashish xavfini oshiradi. Shu bois ma'lumotlarni himoya qilish masalasiga nafaqat texnik jihatdan, balki huquqiy va axloqiy yondashuvlar asosida ham qaralishi lozim. Biz tobora shunday holatlarga duch kelmoqdamizki, unda algoritmik tizimlar insonning erkinligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan qarorlarga ta'sir etmoqda yoki ayrim hollarda ularni amalda belgilab bermoqda. Bu jumladan migratsiya nazorati, terrorizmga qarshi choralar va ijtimoiy himoya tizimlari kabi sohalarda kuzatilmoqda. Side Eventda O'zbekiston ombudsmani tomonidan raqamli makonda inson huquqlarini himoya qilish borasida to'plangan milliy tajriba xalqaro hamjamiyat e'tiboriga havola etildi. Shuningdek, ushbu platformada dunyoning 4 ta qit'asi, Osiyo, Yevropa, Afrika va Avstraliyadan kelgan inson huquqlari yo'nalishlaridagi mutaxassislar ilg'or tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Bu mavzu har bir davlatda inson huquqlarining holati uchun juda muhim, chunki raqamlashtirish va sun'iy intellekt inson huquqlarining ta'minlanish darajasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Biz Sloveniya Milliy inson huquqlari instituti sifatida axborotga kirish imkoniyati va ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq barcha masalalarga alohida e'tibor qaratamiz. Jenevadagi mazkur Side Event O'zbekistonning inson huquqlari sohasidagi tashabbuslari xalqaro miqyosda dolzarb ahamiyatga ega ekanini yaqqol namoyon etdi.